Yaxşı, Xudoga şükür. Yanıldım, yaman bolıp duruyordum. Yukarı davleniya bilan geldiniz. Men yana davleniyingizni aytmadim. 210 100 davleniya bilan turardingiz. Hozir chertma hijoma qilgandan keyingi holatingizni ayting qani. Yanıldım, men hozir yaxshi, Xudoga şükür. Şölerim boşalttım, yaxshi boldum. Gözlerim açıldı. Şölerim mesela dıkıldım, yaman bolıp duruyordum. Oshqozollaringiz to'lgandan bo'lib, hey. Hozir yaxshi, Xudoga şükür. Hozir resmi açılıp boshqacha ko'rinib turibdi odamlar. Ko'zlaringizda nur kelgandek his etdingizmi o'zingizni? Tıpkı bu kız başkaça göründü yüzüme. Boshingizni og'riqlari qoldimi? Xudoga şükür. Şölerim boşaşıp gitti, değil mi? Yaxshi boldum. Ochildingiz, hey. Açıldı. Xudo xolasa sog' bo'lg'aysiz, salomat bo'lg'aysiz. Buningda yuqori davleniya bilan yurmang. Iloji boricha sog'lig'ingizga e'tibor qarating. Farzandlar baxti kamolini ko'ring. Og'am bilan qo'sha qarib, hajana, hajota bo'lib o'tiringlar. Sizlerim sağ bo'linglar, Xudoyim. Rahmat. Gözüm, shuni meni yaxshi etdingizlar. Shifo bo'lsin. Xudoga shukr.